Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Sizlar uchun bugun mana bunday zamok qo'yishni o'rgatmoqchiman. Buning uchun xalatimizning oldiga mana bunday qilib ipli filtrini yopishtirib olamizda. Buni averib qolamiz. Zamok lapkaga almashtirishimiz kerak. Almashtirishdan oldin to'g'ri lapkada birinchi tikib olamiz. Agar bunga filtrini qo'ymay tikadigan bo'lsak, materialimiz cho'zilib ketib, xaltacha bo'lib qolish holatlari bo'lib qoladi. Mana bunaqa qilib, bir xilda qilib olishimiz kerak tepa qismini. Endi buni mana bunaqa yarimtalik zamoklapkaga almashtiramiz. O'shanda ishimiz akkuratli bo'lib, chiroyli chiqadi. Undan oldin qiladigan ishimiz tekshirib olishimiz kerak. Biz to'g'ri qo'ydikmi, yo'qmi bilish uchun gazlamamizni oldirib olamizda. Mana bu joylar tikib kelganimizda mana shunday to'g'ri chiqishi kerak. Boshqa joylarda nima qiladigan joy yo'q. Agar bellarda chop bo'lsa, belga qo'yilgan choplar ham bir-biriga ana shunday to'g'ri tushishi kerak. Cho'ntak qiladigan bo'lsa, cho'ntakning chizig'i ham bir-biriga to'g'ri tushishi kerak. Hozir bizda bu osonroq, to'g'ri tikish. Lekin shunday bo'lsa ham birinchi tikishni o'rgangan qizlarga zamokni qanaqa qilib qo'ysam ekan deb qiynalganlar uchun video darslik. Mana zamok lapkamizni almashtirib oldik, yarimtalik lapkaga qo'yib oldik. Endi buni boshlangan joyidan zamokni ziyidan qilib tikib boshlaymiz. Ikkinchi tarafini ham xuddi o'shanday qilib tikib olamiz. Mana qizlar, zamokimizni tikib bo'ldik. Tikib bo'lganimizdan keyin uchini ochib olamizda. Mana oshiqcha joyini kesib tashlaymiz. Tikishimiz uchun ozgina joy qoldirishimiz kerak. Bu yoqqa tarafdan qizlar. Bunaqa zamoklar har doim past tarafdan qo'yilib kelinadi. Tepa tarafda keraksiz joyi, agar zamokimiz uzun bo'lsa, olib tashlanadi. Endi olib tashlagandan keyin buni nima qilishimiz kerak? Mana qo'ygan zamokimizni kesib oldik. Bu o'ng tarafi, bu chap tarafi. Chap tarafiga zamogimizni yoqamizni uzunligida baravar qilib, mana shunaqa qilib qayramizda. Mana ko'ryaptimi? Shunday qayrab olib, ichkariga bunday qayramiz o'qamiz. O'shanaqa qilib tikib kelsak, mana zamogimiz uchi xuddi shunday bo'ladi. Mana bu joydan 0,5 strochka berib chiqamiz.